Mamlakatda ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik qanchalik oydinlashib, ochiqlashib borar ekan, bu mamlakat tuzilmalarining, hokimiyat tuzilmasining yoki kompaniyalarning, aholining, jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar kuzatayotganmiz, o'zining sohasiga noprofessional yondashib, turli g'iybat, bo'xton, yolg'on ma'lumotlarni tarqatishdan yo'l o'tmaydigan turli xil kanallar va boshqa blogerlar paydo bo'ldi. Hukumatning harakati bilan investitsiya jalb qilib, Germaniyadan boshqa mamlakatga investitsiya jalb qilgan holda zavod oyoqqa turg'izilib, yaqin 2021-yilda bir nechta kam quvvatli ishlayotgan, aslida quvvati yuqori bo'lgan zavodlar birlashtirilgan holda Toshkent Trakt zavodi qayta tashkil etildi. Endi Toshkent Trakt zavodi yoki boshqa davlat ulushi mavjud bo'lgan zavodlarning tajribali jamiyatda, o'sha mamlakatda tajriba orttirgan boshqa bir kompaniyalarning xoldinglarga o'tishi bu tabiiy hol va xususiy qilib olgan tomon esa amaldagi qonunchilik, jamiyat nazorati asosida mana shu kompaniyalarni boshqarib boradi. Mamlakatda ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik qanchalik oydinlashib, ochiqlashib borar ekan, bu mamlakat tuzilmalarining, hokimiyat tuzilmasining yoki kompaniyalarning, aholining, jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Chunki butun dunyo tajribasidan ma'lumki, turli soha vakillari, jumladan jurnalistlar, blogerlar mana shu hokimiyatning, hukumatning, kompaniyalarning va alohida hattoki shaxslarning ham faoliyatini kuzatib, ijtimoiy tarmoqlarga yoritib, tanqidiy va boshqa maqolalar qilib boradi. Bizning mamlakatimizda ham so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar natijasida jurnalistik faoliyat, blogerlik faoliyati ancha mana shunday bir ochiqlikka yo'l tutdi. Albatta, prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, jurnalistlar, blogerlar bu hukumat uchun, davlat uchun, jamiyat uchun xizmat qilishga bel bog'ladi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar kuzatayotganmiz, o'zining sohasiga noprofessional yondashib, turli g'iybat, bo'xton, yolg'on ma'lumotlarni tarqatishdan yo'l o'tmaydigan turli xil kanallar va boshqa blogerlar paydo bo'ldi. Jumladan so'nggi paytlarda bergan ma'lumotlarni umuman hazm qilib bo'lmaydi. Chunki ma'lumotlar o'rtasida hech qanday bog'liqlik va mantiq mavjud emas. Qarangki, 1942-yilda ishga tushgan Toshkent Trakt zavodi va o'tgan mana shunday yillar davomida bir necha barobar tashkil qilinishi, huquqiy shakli yoki investitsiya kiritish orqali jonlantirilgan zavod 90-yillarning o'rtalariga kelib ahvoli ancha og'irlashib, 20% ham hajmda ishlamagan va imkoniyatdan kelib chiqqan holda zavod yuritilgan. 2014-15-yillarda bu ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositasi e'lon qilinganki, zavod bankrot holiga kelib qolgan. Hukumatning harakati bilan investitsiya jalb qilib, Germaniyadan boshqa mamlakatga investitsiya jalb qilgan holda zavod oyoqqa turg'izilib, yaqin 2021-yilda bir nechta kam quvvatli ishlayotgan, aslida quvvati yuqori bo'lgan zavodlar birlashtirilgan holda Toshkent Trakt zavodi qayta tashkil etildi. Mamlakatimizda 90-yillardan boshlab xususiylashish jarayoni ketmoqda. Albatta bu jarayonda xususiy mulk egalari paydo bo'lib bormoqda. Endi Toshkent Trakt zavodi yoki boshqa davlat ulushi mavjud bo'lgan zavodlarning tajribali jamiyatda, o'sha mamlakatda tajriba orttirgan boshqa bir kompaniyalarning xoldinglarga o'tishi bu tabiiy hol. Bunday holatda jamiyat, xalq nazorat asosida o'sha mulk xususiylashtirib beriladi va xususiy qilib olgan tomon esa amaldagi qonunchilik, jamiyat nazorati asosida mana shu kompaniyalarni boshqarib boradi. Blogerlardan, jurnalistlar iltimos qilgan bo'lardikki, siz kasbingizga sadoqatli bo'lib, ma'lumotlarni shunchaki yolg'on yashiq e'lon qilmasdan, uni tagiga yetib, asosli faktlar bilan axborot ko'rinishiga keltirib, keyin e'lon qilsangiz, bu davlatga ham, jamiyatga ham, xalqqa ham foydali bo'ladi.